Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Sankt-Peterburg hamda Moskva shahrida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga sizlarga 100% ishonchli, bazasi toza registratsiya, turdovoy договор, уведомление xizmatlarini taklif qilamiz. Biz bilan bog'lanish uchun ekrandagi raqamlarga imo, Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatlar 100% ishonchli hamda tezda tayyorlab beriladi. Akalar ko'p kommentariyaga yozyapti, dokumentimiz yo'q bo'lsa bizga problema bo'lmaydimi, bizni urushga olib ketishmaydimi deyapti. Akalar, men sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Korotko, ясно. Dokumentlar yo'q bo'lsa, qo'qqisdan ushalib qolsanglar, bu narушение. Bu серьезный нарушение emas, administrativniy shtraf qo'yishadi. 20 mingdan 30 minggacha shtraf qo'yishadi, yana qancha qo'yishsa qo'yishadi. И плюс deportga lishni dokumentlarni tayyorgarlik ko'rishadi, lishni dokumentlarni terishadi. Dokumentlar tayyor bo'lgandan keyin deportlarni uradi. Uylarga salomon ketasizlar. U urushga olib ketishmaydi sizlar. Sizlarni urushga olib ketadigan olib ketishga haqqi yo'q ularda. Chunki sizlar boshqa fuqarosizlar. Podstava bilan kirib ketmasanglar, boshqa narsa bilan kirib ketmasanglar, yo'linglarda yursanglar, shu yo'q dokumentlarga deport qilishadi shu. Pora beraman deb adashmanglar akalar. Pora juda qattiq. 13 yilgacha kirib ketasizlar, aytib qo'ying. Gap, so'z bo'lsa, bemalol ishga yozaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sog' bo'linglar. Boshqa bank bankomatidan pul kiritishga ruxsat beriladi. Endi Rossiyada istalgan boshqa bankning bankomati orqali o'z hisobiga naqd pul kiritish mumkin bo'ladi. 2026-yil 1-oktyabrdan boshlab Rossiya banklari buning uchun maxsus cash-in servisini ishga tushirishlari kutilmoqda. Ushbu xizmatni joriy etish to'g'risidagi qarorni har bir bank mustaqil ravishda qabul qiladi deb xabar berdi Markaziy bank matbuot xizmati. Yangi funksiya sistema bistrih platejey, tezkor to'lovlar tizimi orqali ishlaydi. Bunday usul bilan faqat o'z shaxsiy hisobini to'ldirish mumkin bo'ladi. Ushbu servis orqali boshqa shaxsga naqd pul o'tkazib bo'lmaydi. Operatsiyalar uchun summalar bo'yicha aniq cheklovlar belgilangan. Bitta operatsiya uchun hisobga 25 ming rublgacha pul qo'yish mumkin. Bir sutkada naqd pul kiritish limiti 50 ming rublgachani tashkil etadi. Ushbu servis orqali bir oyda jami 200 ming rublgacha pul kiritishga ruxsat beriladi. Bunday to'ldirish hisoblar o'rtasidagi o'tkazma hisoblanmaydi. Shu sababli ushbu operatsiyalarga 30 million rubllik odatiy bepul limit tatbiq etilmaydi. Ushbu xizmatni ulaydigan banklar agar bu mijoz bilan shartnomada ko'rsatilgan bo'lsa, undan foydalanganlik uchun haq olish huquqiga ega. Amina mobil ilovasidan foydalanishda o'zgarishlar. Amina mobil ilovasidan foydalanishda o'zgarishlar. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab Amina mobil ilovasi nafaqat Moskva va Moskva viloyatiga ishlash uchun kelayotgan chet el fuqarolariga, balki boshqa ayrim toifadagi muhojirlar uchun ham majburiy bo'ladi. Moskva migratsiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, ilova 18 yoshdan oshgan va o'qish uchun kelgan chet el fuqarolari uchun yagona ro'yxatdan o'tish usuli bo'ladi. Yangi qoidalar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Moldova va Ukraina fuqarolariga nisbatan qo'llaniladi. Bundan tashqari YOII mamlakatlari, Armaniston, Qozog'iston va Qirg'izistonning ishlaydigan fuqarolarining voyaga yetgan oila a'zolari ham ilovadan foydalanishlari shart bo'ladi. Biroq Moskva va Moskva viloyatiga ishga joylashish uchun kelayotgan chet el fuqarolari uchun tartib o'zgarishsiz qoladi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Armaniston, Qozog'iston, Gruziya, Ozarbayjon, Moldova va Ukraina fuqarolari Amina mobil ilovasini o'rnatishlari va undan foydalanishlari shart. 2026 yilning 1-yarim-yilligida qonunchilikni buzgani uchun Rossiyadan 43.700 nafar migrant chiqarib yuborildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 65.5% ga ko'p. Bu haqda bugun 29-iyul kuni Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'zining Maxdagi kanalida ma'lum qildi.
Uning so'zlariga ko'ra, chiqarib yuborish ma'muriy ta'sir chorasi sifatida 2025-yilgacha sud qarori bilan qo'llanilgan. 2025-yilning fevral oyida federal qonun bilan Ichki ishlar vazirligiga suddan tashqari qarorlar qabul qilish huquqi berilgan. Ma'lumot uchun Davlat dumasi deputatlari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning mamlakatdan chiqarib yuborishni nazarda tutuvchi moddalari ro'yxatini 2 baravardan ko'proqqa kengaytiruvchi qonunni qabul qilgan. Endilikda migrantlar kodeksining 45 ta moddasini, jumladan quyidagilarni buzganlik uchun mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Politsiya xodimi, shuningdek davlat chegarasini qo'riqlash bo'yicha o'z vazifalarini bajarishi munosabati bilan harbiy xizmatchining qonuniy farmoyishi yoki talabiga bo'ysunmaslik. Internetda inson qadr-qimmati va jamoat axloqini haqoratlovchi axborotlarni tarqatish, jamoat tartibini buzish, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarini obro'sizlantirishga qaratilgan oshkora harakatlar, Rossiya Federatsiyasi uning fuqarolari yoki kompaniyalariga nisbatan siyosiy yoki iqtisodiy sanksiyalar joriy etish yoki ularning muddatini uzaytirishga chaqiriqlar. Kamsitish, ya'ni insonning jinsi, irqi, terisining rangi, millati, tili, yoshi, dinga munosabati va boshqalarga qarab uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzish. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024 yildan beri Davlat dumasi tomonidan migratsiya siyosatini takomillashtirishga qaratilgan 32 ta federal qonun qabul qilingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya Davlat dumasi mehnat migrantlari va ularning oila a'zolariga qo'yiladigan talablarni kuchaytiruvchi qonunni 2 va 3 o'qishda qabul qilgandi. Politsiya Rossiyaning Leningrad viloyati Lomonosov tumanining Novoseliye posyolkasidagi 3 ta qurilish shaharchasi hududida hujjatlarni tekshiruvdan o'tkazdi. Politsiya xodimlari bir necha yuzlab kelgan ishchilarning hujjatlarini tekshirishdi. Jami 576 kishi tekshiruvdan o'tdi. Ulardan 544 nafari chet el fuqarolari bo'lib chiqdi. Politsiya kelganda ayrim chet elliklar yaqin oradagi o'rmonga qochishga urindi. Politsiyachilar bunga oldindan tayyorgarlik ko'rib, tekshiruvdan yashirinishga uringanlarning barchasini ushlashdi. Natijada 20 ga yaqin migrant Lomonosov tumani bo'yicha OMVD navbatchilik qismiga olib ketildi. Ushbu shaxslarga nisbatan Rossiyaga kirish qoidalarini yoki bo'lish rejimini buzganlik uchun bayonnomalar tuzildi. Do'stlar, Rossiyada nima gaplar deganlarga men Moskvadan juda ko'pchilik biladi. Hozirgina metrodan chiqdim. Unaqa dahshatli tekshiruvlar yo'q. Bir-birini urib, yotqizib, qo'llarini qayrib olib ketyapti degan videolarni ko'ryapmiz, do'stlar. Bunaqa videolarga ishonmang. O'zbekistonda o'tirib ota-onalarimiz qo'rqishyapti. Haqiqatan urib olib ketyaptimi deb. Dokumentlaringiz hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, dokumentingizni ko'radi, qo'yib yuboradi. Bunaqa vahima videolarni qo'ymang, iltimos do'stlar. Sizlarga hozir metrolarga ham tushib, polni videolarni bundan keyingisiga qo'yaman, kirdi chiqdi joylarni ko'ramiz, qanaqa holatlar. Haqiqatan ham tekshiruvlar bormi yo'qmi, realni videoda sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ungacha sizlar shu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Rossiyada dokumentsiz yurganlar diqqatiga. Bu safar sentyabrda plan qilinyapti, mobilizatsiya boshlanadi. Ha, dokumentsiz eplab yuribman, osh bo'lsin, yuring, har doim sog' salomat bo'ling. Lekin sentyabrda bo'layotgan mobilizatsiyaga siz na shtraf, na deport, na sud hech narsa bo'lmaysiz. To'g'ri. 2 hafta tayyorgarlik va frontga ketasiz. Bu to'g'risini aytyapman. Mobilizatsiyani tartiblari ishlab chiqilgan. Biz o'qidik u narsani. Sizlar uchun alohida kategoriya bor u yerda. Qayting. Mobilizatsiya sentyabrga plan qilingan, balki oktyabrda bo'lar, balki undan oldinroq bo'lib qolar. Boshlandimi? Qayting. Aeroportdan o'tkazib qo'yayotgan odamlar bor-ku, o'shalar bilan kelishib qayting. Kechirilmaysiz. Qo'yib yubormaydi. Front ko'p ketadi. Men ochig'ini aytyapman sizlarga. Men hozircha shuni o'qidim.